Immunitetlaringizni bittada ko'tarib yuboradigan mazali magizli pirog tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib magizlarimizni qaynoq suvga ivitib qo'yamiz. 10 daqiqadan so'ng suvlarni to'kib yorib, iliq sut solib, blenderda yaxshilab maydalab olamiz. Blenderni yo'qla, sut solmasdan oldin magizni мясорубкаdan chiqarib olsak ham bo'ladi. Endi boshqa idishda 6 ta tuxumni shakar bilan oppoqqina bo'lguncha yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ko'pirtirib olganimizdan keyin ikkita massani bir-biriga qo'shib, yana bitta mikser qilib olamiz. Yaxshilab aralashib olgandan keyin bir pochkada razrıhlichil, 3 osh qoshiqda kakao va yetarlicha un solib, yaxshilab aralashtiramiz. Yana to'liq ma'lumotni описаниеda yozib qoldiraman. Ichlari bilan yaxshilab pishib chiqishini yana bir siri, yarim choy qoshiq sodani limon soki bilan o'ldirib sovurishdi. Yog'langan qolipimizga solib 160 gradusda 35-40 daqiqaga pishirgani jo'natamiz. Pishganini cho'p yordamida tekshiramiz va ustidan shokoladli glazur qo'yib, xohishga ko'ra yong'oq sepamiz va dasturxonga tortamiz. Ham foydali, ham mazali bunaqa pirog uchun sizlardan bitta like kutib qolaman.